Har bir insonning eng katta orzusi haj umra safariga borish. Umra safari necha kun davom etadi? Standart bilan komfortni. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa umra jamiyatiga keldik. Xudo xolasa umra ziyoratlari bo'yicha barcha savollarga javob olamiz. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qarang aka, bizda hozirda har xil savollar keladi. Sertifikatni qanday qilib olsak bo'ladi? Qancha hujjatlar kerak bo'ladi? Qizil pasport, zagran pasport kerakmi yo shart emasmi deb. Sertifikatni xarid etish uchun zagran pasport kerakmi degan savollarga javob. Sertifikat xarid etish uchun zagran pasport bo'lishi shart emas. Oddiygina go'k pasport bilan kelib ham sertifikatni xarid etishingiz mumkin. Keyin zagran pasporti chiqqandan keyin ketadigan kunini ma'lum etib kelsangizlar bo'ladi. Ko'pchilik bilmaydi-na, umra safari necha kun davom etadi? Umra safari 2 turga bo'linadi. 15 kunlik, 14 kunlik. Bu degani standart, komfort. Standart tarifimiz 14 kunlik, komfort tarifimiz 15 kunlik bo'ladi. Standart bilan komfortni farqlari nimada? Faqat kunindami? Yo'q, kununda emas, faqatgina standartimiz Urganchdan Jidda shahriga boradi, komfortimiz Urganchdan Do'g'ridan-Do'g'ri Madina shahriga boradi. Sertifikatni faqat O'zbekistonda turib xarid qilish mumkinmi? Nafaqat O'zbekistonda, musofirda yurganlar uchun ham zo'r imkoniyatlarimiz bor. Sertifikat xarid etadilar, biz jamoamiz bilan borib tabriklab beramiz. Instagram, Telegram, WhatsApp orqali bog'lanib musofirdagilar sertifikat xarid etsalar bo'ladi. Bundan bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa biz ham o'zimizni Novatjan kanalimiz bilan borib, xudo xolasa xizmat etib, tabrik loyihasi qilib, ota-onasini podarka qilib, sovg'a qilib beramiz o'zimiz. Bizning jamoamizdan yana bir plus besplatniy tabrik loyihamiz. Sizlar uchun bonus. Sertifikatni xarid qilish uchun 100% to'lov qilish shartmi? Yo'q Arifjon, sertifikatni xarid etish uchun 100% to'lov amalga oshirishlari shart emas. 1 million so'm bilan sertifikatni xarid etib, ota-onasini sovg'a etsalar bo'ladi. Keyinchalik oyma xohlasa, oyma-oy to'lasa bo'ladi. Agar yo'q, meni mablag'im yetarli emas desalar, shu yuvaradigan kunini ma'lumlab, uni amalga oshirsalar bo'ladi. 1 million to'lab sertifikatni olgandan keyin narxi o'zgaradimi? Yo'q Arifjon, o'zgarmaydi narxi. Shu narxda turadi. Shu 1 million oldindan to'langan-ku, sertifikatni xarid etgan-ku. Shu 1 million so'mni to'lab, hamma summani to'lajak vaqtida shu 1 million so'm qaytiladi. Bahosi hech qanday o'zgarmaydi. Hech qanday kredit. Ko'p odamlar aytadi, kreditmi? Yo'q, kredit emas. Ya bo'lmasa halol nasiyami? Qo'shto'noq ichidagi nalarmi deb so'raydilar. Yo'q, bunday emas. Oddiy o'zini pulini imkon qadar imkonina qarab to'laydi. Sertifikatni xarid etdi degani, ertang yo shu oy ketadi deganimi? Yo'q Arifjon, bunday degani emas, sertifikatni xarid etdi degani, o'z joyini band etib qo'ydi degani. Har bir insonning eng katta orzusi haj umra safariga borish. Bu uchun bizlar bilan bog'lansangizlar, Xorazm umra jamiyati Qo'shko'pir konsalting markazi bilan bog'lansangizlar, hamma ma'lumotlarni berib o'tamiz. Instagram, Telegram, WhatsApplarimiz ishlab turibdi. Musofirdagilar bizlar bilan ham bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sizlarning e'tiboringiz markazingizda bugun Novatjan ijodiy guruhimiz bo'ldi. Va Xorazm umra jamiyati Qo'shko'pir konsalting markazi bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, kuzatuvchilar. Bugun sizlarga xudo xolasa manzilni tushuntirib o'tamiz. Xudo xolasa Urganchdan kelaverishda Iqbol shifodan o'tgandan so'ng o'ng qo'limizda joylashgan, Qo'shko'pirimizni Qurukundan kelaverishda esa chap qo'limizda joylashgan. Barchangizni kutib qolamiz. Siz do'stlar umra jamiyati bilan o'z yaqiningizni bo'lsa, ota-onangizni umra va haj safarlarini yuborib o'tirishlaringiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ramiz. To'liq ma'lumot olish uchun pastdagi profilga o'tib ko'raveramiz. Hozirda ota-onangizni umra safarini yuborish uchun yetarli mablag'ingiz yo'q bo'lsa, bizda shunday sharoitlar yaratildi. Endilikda kelasiz ma'lum bir summa bilan ota-onangizning ismi, familiyasini kompyuterga yozdirib, to'lovingizni qilib ketasiz. Shu to'lovni 1 yilgacha yig'ib ketadigan vaqtinacha yig'ib ota-onangizni yuborish imkoni ham yaratildi. Musofirdagilar ham bizlar bilan Telegram yoki Instagram orqali bog'lansalar, biza umra sertifikatini ota-onalarini olib borib tabriklab berish xizmatlarimiz ham bor. Ko'p keladigan savollardan yana birisi zagran pasport kerakmi sertifikat olish uchun? Yo'q, yashil pasport bilan keladilar, oddiy familiyasini kompyuterga tushirib, sertifikat olib ketadilar. Ketadigan sanasinacha zagran pasportni rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Manzilimiz Qo'shko'pir quruqdan kelishda majburiy ijroning yon tomonida joylashgan. Urganch tomondan kelishda esa Iqbol shifodan o'tgandan keyin. Yanada to'liqroq ma'lumot olish uchun Navo Design YouTube kanaliga a'zo bo'lib, videoni ko'rishlaringiz mumkin.